Psixosomatik kasallik ayol kishida birinchi navbatda organ o'zini ishini, vazifasini kam darajada bajarib berganidan bo'ladi. Bu nimaga olib keladi? Ya'ni o'sha ayol kishi yoki erkak kishi, umuman inson qachon travma deymiz, endi biz bosimni his qilganda bu joyda organlarda taranglik yuzaga keladi. Taranglik deganda masalan qaysidir paytda o'sha yosh qizchani urishganimizda yoki kerakmaslik hissiga olib borganimizda yoki o'zini kutuvini ola olmagan darajada mana shu taranglik sodir bo'ladi va bu doim o'zida his qilib yuradi. Ya'ni kortizol baland yuradi, gormonlar o'zini vazifasini bajarmaydi. Taranglik yoki o'sha matkada yoki bel sohada, nafas yo'llarida, yurakda, tomoqda sodir bo'ladi va bu taranglik bizga organlarimizni vazifasini to'xtatishga, ya'ni o'zini vazifasini to'la to'kis qilib bermaganidan kasalliklar yuzaga keladi. Taranglik aynan nimadan bo'ladi? O'sha travma paytida aynan siqilish paydo bo'lgandan yana shu narsa bo'lsa-chi degan xavf signal doim ishlab turadi va bu xavf signal o'zi bizni himoya qilish maqsadida bo'ladi. Lekin doim mana shu xavf signal ishlab turgani hisobiga bu yurakka, tomoqqa yoki boshqa qismlarga katta bosim bo'lgani hisobiga o'sha o'zini vazifasini to'xtatadi va bunda psixosomatik kasalliklar, ya'ni o'sha organ o'zini vazifasini qilmayapti va bu organ o'zini vazifasini отказ qilyapti degandan уже sekin-sekin psixosomatik kasallik kelib chiqadi.